Har bitta kasallikning mavsumiy davri bor. U mavsumiy davrida bosh og'riq ko'proq kuzatiladi. Aytingchi, har qanday kasalliklarga o'sha alomati sifatida bosh og'riq nima uchun paydo bo'ladi, uni davolari, bosh og'riganda o'sha odamlar ko'proq nimaga e'tibor berish kerak? Bosh og'riqlarni biz ikkita guruhga bo'lamiz. Hech qanaqa sababsiz bosh og'riq kasalligini o'zi. U har xil turlarga bo'linadi. Va ikkilamchi bosh og'riqlar, men aytganingdek, shu mavsum kelganda qaysidir kasalliklarning xuruj davri boshlanadi. Qon bosimi oshishi, buyrak kasalliklari va boshqa ichki a'zolarning kasalliklari bosh og'riqqa sabab bo'lishi mumkin. Bu ikkilamchi bosh og'riq deyiladi. Aholini o'rtacha qilib oladigan bo'lsak, 10% da bosh og'riq kuzatiladi. Ya'ni 10 ta odamdan bittasini boshi og'riydi degan. Endi birlamchi bosh og'riqlarning o'zini 200 taga yaqin turlari bor. Ularning orasida eng ko'p uchraydigani, eng ko'p bezovta qiladigan, aholi ko'p murojaat qiladigan turi bu migren va zo'riqish bosh og'rig'i. Eng birinchi o'rinda migrenni aytsak bo'ladi. Migren kasalligi yaqinda bir ma'lumotga ko'zim tushib qoldi. Dunyo bo'yicha 4% dan 10% gacha bo'lgan kasalliklarni ichida o'ziga qamrab olar ekan. U aslida migren kasalligi haqida ko'proq ma'lumot bersangiz. Migren kasalligi o'zi kelib chiqishi gen bilan bog'liq bo'lgan nasliy birlamchi bosh og'riq hisoblanadi. Ya'ni avlodda u shart emas, ota-onasida bo'lmasligi, tog'a, amma, xola, buvisi, qaysidir avlodda bo'lgan yoki umuman avlodda bo'lmagan insonda ham gen mutatsiyasi hisobiga migren kasalligi kelib chiqaveradi.